Assalomu alaykum hammaga. Bugun banyamizni obzor qilgandik, tugatgandik. Bugun santexnika ishlarini tugatib oldik. Allohga behisob shukr. Qilingan ishlar test kontrol qo'yildi, ariston qo'yildi, tepadan katta 1 tonnalik bachok qo'yildi. Montajlari bo'lgan, hammasi joyida ishlayapti. Rakvina oyna qo'yilgan. Hammasi yaxshi ishlayapti, ariston ishlayapti. Hammasi narujniy bo'lgan, xonalarimizni. Bambalar ham narujniy bo'lgan, hammasini ajratib o'rnatilgan. Hammasi joyida ishlayapti. Hammasi joyida, hammasi ishlab turibdi. Uquvlar bor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimizni qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha inshaalloh hammasini qilib beraman. Hammaga rahmat.